Shu bola sizlar bilan mana o'sha Yusuf bugungi video top 3 eng zo'r modlar. Bu birinchi mod bu qurol modi. Sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Birinchi bo'lib Invictor'da ana shu joyda bo'ladi ko'proq mana to'pponcha avtomat har balolar shu yerda. Oxirida yana modlar bor. Sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar va like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bu video modlar juda ham zo'r bo'lgan, yana 3 ta mod bor. Birinchi video mana to'pponcha ovozgacha bor. Ko'ryapsizlarmi? Ovozgacha bor bu. Videolarni ko'rasizlar, lekin qaysi modligini bilmaysizlar. Shuning uchun shortslarda men qaysi modlarni qo'yishimni bilaman. Shuni ko'rsataman ham oxirida. Mana ko'ryapsizlar. Mana qo'lda ham juda ham zo'r, mana yugurganda qo'lda ham o'tiradi to'pponcha. Bo'lib o'rashlar birinchi mod tugadi. Endi navbat ikkinchi modga. Mana ikkinchi mod bu esa Hulk modi. Hulk, ya'ni yashil maxluq bor, o'sha Hulk. Bu yerda boltasi bor, katta. Mana bu yerda Hulklarning transformatsiyasi har xil. Gladiator Thor bilan urushgan gladiator ham bor. O'zini ham bor mana. O'zi paydo bo'ladi mana shu yerda. Boshqachasi mana yana almashtiramiz. Bitta ekan bular. O'zi bittami almashtirib qo'ygan, mana qizili, mana kattasi, mana gladiator Hulk. Mana haqiqiy Hulk. O'zi qora rangli Hulk, bunisi esa Goblin Hulk. Sizlar ham topsanglar bo'ladi. Mana bu yerda kuchlar bor, kamera, birinchi kamerasi. Bu qayerni oladi bilmadim, lekin birinchi marta bo'lyapti bunaqasi. Mana bu yana mana mod, mana qo'lni, ya'ni chapak chalsa u uchib ketadigan narsasi. Mana barcha kuchlari. Mana bunisi zarba o'zi portlashadi. Yana bu ham baland sakraydi va tez yuradi. Mana toshni olib o'tadi. Masalan, mana shu otga qarata tosh otdi. Endi esa grab ushlab oladi. Любой vardini ushlab oladi va shunaqa bittada o'ldirib tashlaydi. Qo'lida ushlab barcha maxluqlar. Eng qizig'i buni survival paytda ham bedrockni sindira oladi bu. Bemalol bedrockni sindira oladi. Bunga faqat o'tirish tugmasini bosib qo'lni bedrockni sindirib tashlash ham mumkin. Mana shu umriga tegdi yo'qali. Mana endi ham bu juda ham tez yuradi. Juda ham tez yuradi. Hammasi bu mana shu ikkinchi mod ham tugadi. Sizlar bilan men yana Yusuf edim. Ana uchinchi mod bu zombi apokalipsis modi. Oddiy zombi tuxumini olib qo'ysangiz, u zombini boshqachasi bo'ladi. Mana ko'zlari oppoq bo'lgan zombi. Bu bir xil emas, har xil. Hozir mana shu yerda soyada ko'rsataman ularning yuzini. Mana ko'ringlar. Birinchisi bu mana Steve zombi shunaqa qolgan. Bitta emas, bu xil yana bor. Mana bu osonlikcha bular ham o'lmaydi. Haqiqiy to'pponcha bilan otsak ham o'lish qiyin. Mana shunda mana ikkinchi zombi, bir ko'zli zombi bu. Bir ko'zni yeb qo'yganga o'xshaydi. Bular ham egasi yo'q bo'lsa o'laman deb tashqariga chiqyapti. Chiqmayverasan desam ham baribir chiqadi. Ikkinchisi ham ortidan chiqib ketdi. Mana hozir bu yerda to'pponcha ham beradi o'zi. Bu modni o'zim qo'shganman. Bu ikki mod
bir xil kelishadi. Og'zini qarang, bitta ikkita o'ldiradi. Mana endi bu yerda. Qani bu? Bu Herobrine zombi. Mana obunachilar, shu bilan videomiz tugadi.